o'ringa loyiq topdik. Olg'a Qozog'iston. Mana shunday gollar bardavom bo'lsin. 5-o'rin. Celtic jamoasi futbolchisi Pablo Hernandesning urgan mana bu shedevr goli ko'proq asrimizning eng chiroyli goli emas, balki asrimizning tasodifan tarzda urilgan eng chiroyli gollari nominatsiyasiga loyiq topilsa kerak. Pablo balki bu golni ataylab urishga muvaffaq bo'lgandir. Balkim aynan shuning uchun ham bu golni biz reytingimizda 5-o'ringa loyiq topgandirmiz. 4-o'rin. Neuer